Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugungi YouTube videomizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga Prezident iqtidorli farzandlari tashabbusini qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy dastur nimaligini va u nima maqsadda qo'llanilishi haqida bir ikki ma'lumot berib o'taman. Mening ismim Bahrombek Bobonazarov, ya'ni Qashqadaryo tumanidagi milliy dasturga qabul qilingan o'quvchilardan biriman. Va bugun men sizlarga bu prezident iqtidorli farzandlari asosan kim uchun, nima maqsadda yaratildi va uning asosiy yutuqlari nima, shu haqida ma'lumot beraman. Xo'sh, prezident iqtidorli farzandlari tashabbusi 2025-yilning 15-mayidagi PF 86-son farmoni asosida joriy etilgan. Bu prezident iqtidorli farzandlari asosan 9-sinfni bitirgan yoshlarga mo'ljallanib, ularni kelajakda buyuk mutaxassis va buyuk bir iqtidorli qilib tarbiyalash uchun yaratilgan dastur desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu dasturda siz nafaqat critical thinking, balkim o'z iqtidoringizni boshqa bir o'zingizning jamoadoshingizga va albatta omma oldida namoyish qilishni ham o'rganasiz. Bu dasturning maqsadi iqtidorli yoshlarni aniqlash, tayyorlash va qo'llab-quvvatlash. Hozir aytib o'tganimdek, bu sizni kelajakdagi karyerangiz va jamiyatda buyuk inson bo'lishingiz uchun tayyorlaydigan dastur desam mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir bor biz asosiy maqsadini ko'rib chiqishimiz mumkin. Iqtidorli o'quvchilarni saralash, qo'shimcha ta'lim va tarbiya berish, xorijiy otiumlarga tayyorlash, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash. Milliy dastur o'quvchilarini saralab, ularga qo'shimcha ta'lim beradi va kelajak nufuzli xorijiy universitetlarga kirishga tayyorlaydi. Bu dasturning asosiy yutuqlaridan biri, bu dastur bir yilda 1,5 mingga yaqin talaba emas, o'quvchilarni o'z ichiga oladi. Buning eng yaxshi yutuqlari shundan iboratki, bu kam miqdorda chegaralab qolmagan. Misol uchun faqatgina 24 ta yoki 40 ta olmaydi. Naborat butun bir O'zbekiston bo'yicha 1,5 ming eng zo'r sara iqtidorli o'quvchilarni saralab, ularni kelajakda o'zlarini xohlagan sohalarda buyuk inson bo'lishlari uchun yaratilgan desam to'g'ri bo'ladi. Qabul jarayoni boshda aytib o'tganimdek, har yili 9-sinf bitiruvchilari uchun imtihon bo'lib o'tadi. Bu imtihonlar matematika va ingliz tilidan bo'lib, 40 ta matematika va 40 ta ingliz tili savolidan iborat. Jami 80 ta savoldan iborat bo'lib, har bir savol 1 ballikdan, har bir savol 0.5, 1 va 1,5 ballik baholash tizimi bo'yicha baholanadi va siz eng yuqori ballga qarab o'z reytingingizni bilib olib, o'sha 1500 gacha nafargacha bo'lgan o'quvchini qabul qiladigan dasturga a'zo bo'lishingiz mumkin. Bu dasturda siz shaxsiy maslahatchi, shaxsiy desam adashgan bo'laman. Bir jamoangizga bir shaxsiy maslahatchi biriktirilgan bo'ladi va u sizlarning 2 yil davomida o'z hayotingizdagi individual maslahatlar beradi. Ya'ni qanday qilib jamiyatda o'z mavqeyingizga erishish uchun kerak bo'lgan eng kerakli insonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni u sizga shuningdek chet elga topshirganingizda referenslar yoki shu har xil xatlar yozishda, maqola yozishda va albatta essay yozishda ham yordamchi ustoz desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu bosh maslahatchining asosiy vazifasi shundan iboratki, u o'quvchini qiziqtira olish va ularga individual rivojlantirishga reja tuzish, o'quvchilarni dars va onlayn platformalarga jalb qilish va ularni albatta akademik yutuqlarini baholash, ularni portfoliyosini shakllantirishga yordam berish, olimpiada, IELTS, ICT sertifikatlari, ijtimoiy faoliyat, volontyorlik, har xil ishlaringizga bosh maslahatchi yordam beradi. Qo'shimcha vazifalari o'quvchilarni oliy ta'lim muassasasida tanlashga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. IELTS, SAT kabi xalqaro imtihonlarga hujjat topshirishda amaliy yordam beradi. Motivatsiya, stress boshqarish va kasb tanlashda psixologik ko'mak beradi. Ijtimoiy mas'uliyat va liderlik ko'nikmalarini shakllantirish uchun turli tanlov va loyihalarni jalb qiladi. Bu bosh maslahatchining asosiy vazifasi. Endi men sizga bir ikki og'iz bu dastur haqida o'z experienceimdan ma'lumot berib o'taman. Siz bu dasturda asosan shaxsiy platformaga ham ega bo'lasiz. Ya'ni prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi tashabbusi ostida ochilgan
platformadan login va parol orqali kirib foydalanasiz va shuningdek siz turli xil tekin resurslar, xalqaro ustozlar va albatta o'z jamoadoshlaringiz va o'z raqobatdoshlaringiz bilan tajriba almashasiz va o'z ko'nikmangizni yanada oshirasiz. Bu platforma nafaqat shahar o'quvchilari uchun, balkim qishloqda yashaydiganlar uchun juda ham qulay usul, ya'ni oltin chipta ham desam bo'ladi, chunki sizda hech qanday mablag' talab qilinmaydi. Shunchaki matematika va ingliz tili imtihonini topshirib, maksimalni 80 ball bo'lguncha yig'ishga harakat qilasiz va 1500 dan soni orasidan joy egallashga harakat qilasiz. Bu bitta viloyatga taxminan 120 tacha o'quvchini qabul qiladi va ishonamanki, bu dasturga qatnashgan har bir inson aslo bu fikri noto'g'ri ekanligini anglamaydi va men ham sizga bu dasturga topshirishga maslahat beraman. Xo'sh, e'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi birinchi asosiy videomiz yakunlandi. Shuningdek, sizga bu dasturning platformasi, qanday imtiyozlar berishini va Renessans oromgohidan ham lahzalar va videolar qilib YouTube'ga joylayman.